Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Xo'p, 10-dekabr sanasi soat 18:06 videoyimizni mana shu lahzalarda biz boshlaymiz. Nega bunaqa kech? Sababi kunduzgi boshqa ishlarimni bitirdim, ya'ni Yandexdan tashqari boshqa ishlarimiz ham bor. Hozir esa sizlar bilan birgalikda, xo'sh, soat 6 dan boshlab kechki paytda qanaqa ish bo'ladi? Shuni birgalikda ko'rib olishimiz mumkin. Yandex haydovchilari uchun manfaatli bo'lgan video roliklar taqdim etadigan kanaldasiz. Yandex Taksi O'zbekiston. Toshkent ishlaydigan hududimiz, joylashgan hududim Turkiston metrosi, ya'ni Toshkentning bir burchagidaman, deyarli bir burchakda. Mana shu Toshkent bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, mana shu Toshkent bo'lsa, men bir burchagidaman. Hozir bu joyda aksariyat holatlarda chetda bo'lganligim sababli ko'pincha buyurtmalarimiz faqat chetda bo'ladi. Mana shu chet atroflarda, ya'ni mahallalarga olib borib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'pchilik ishdan qaytayotgan paytda mana shu metrodan chiqishadi va borishadi. Shuning uchun chekkaga borib qolgandan keyin yana pustoy, ya'ni bo'sh holatda yoki arzon narxga men qaytib kelishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun men hozir bitta padelam bor, ya'ni ish bilan bunday paytda men shahar markaziga yo'l olaman. Siz ham qaysi hududda ishlashingizdan qat'iy nazar imkoni boricha shu narsaga, agarda padelam qolgan bo'lsa, ishlatmagan bo'lsangiz, kechki paytda shu markazga, shahar markaziga belgilanib, mana men misol uchun men shahar markazi Toshkent City'ni belgiladim. Поехать с заказом по пути. Mana shu paytda faqat meni shahar markaziga olib boradi va shahar markazidan yana yaxshi narxga buyurtmalarni amalga oshiraman. Bu juda qo'l keladi. Endigina Yandex boshlagan haydovchilarimiz uchun bu ma'lumot juda ham muhim. Va shundan foydalanishsa o'zlari uchun yaxshi. Kechki paytda iloji boricha markazga qarab harakat qilish kerak, iloji boricha. Ertalabga esa teskarisi shuni atrofga, iloji boricha shahar atrofiga harakat qilish kerak. Afsuski do'stlar, yarim yo'lga yetmasdan birinchi buyurtmani bekor qilishdi. 207 km eda. Ko'rganingizdek 7 daqiqa odamlarni kutgisi kelmadi. Mayli, yaxshilikka. Keyingi buyurtma. Mijozimiz Seulskaya улицаga borishar ekan, ya'ni markazga. Zo'r. Seulskaya улица, Gunaydin. Mana shu restoranga keltirib qo'ydik. Xo'p, padelam qo'yilgan edi. Padelamga juda ham oz joy qoldi. Shuning uchun padelamni yakunlaymiz va to'la qoldik. 8 ball probka. Toshkent markazidamiz do'stlar, shahar markazidamiz va yangi zakazni kutamiz. Ko'ramiz. Necha 17500 ga yuqori koeffitsient darajasi. Bu nima degan gap? 1,5 so'm. Olmasligim kerak edi buni. Olmasligim kerak edi. Hali atmen propustit qilaman deb buni qabul qilibman. Mana endi bunga borishim kerak. Papuchik 1,5 so'm yuqori koeffitsient. Shahar markazida tag'in. Shuncha joy men nima uchun keldim? Shuda nasibada bu ham. Artigular hozirgi 1,5 koeffitsient bilan olingan zakazga keldim, yetib keldim. Mijoz oldida A nuqtaga yetib keldim. 407 km 13 daqiqalik masofa ekan. Har holda shu yerda koeffitsiyentni ichiga kiramiz. Keyingi mijozni kutyapman soat 19:15. Mijoz kelguniga qadar sizlarga kerakli bir ma'lumotni yetkazmoqchiman. Mana qarang, rasman piyodalarni iflos suvga chalpib yuborgan haydovchilar 412 ming so'mgacha jarima to'laydi, ya'ni bir bazaviy hisoblash miqdori. Yo'lda suv ustidan yuqori tezlikda o'tib, piyodalarga suv sachratish uchun javobgarlik belgilangan. Bunday qoidabuzarlikning jazosi hozirgi aytib o'tganimdek bir bazaviy hisoblash miqdorida. Xuddi shunaqa. Xo'sh, qayerga shikoyat qilish mumkin? Mana. Agarda haydovchilar piyodalarning ustiga loy suv, umuman suv sachratishsa, ataylabdan militsiyaga mana foto, video dalil bilan ariza bilan murojaat qilishadi yoki Ichki ishlar vazirligining onlayn servislariga yo'l harakati xavfsizlik o'sha qoidabuzarlarni
yo'l harakati qoidalari buzilishlari haqida xabar berishga mo'ljallangan shaharning rasmiy platformalari. Shunday ekan, yomg'irli kunlarda juda ehtiyot bo'lish kerak. Suv sachratib yubormaslik kerak. Albatta, endi bu hamma biladi bu narsani. Farosatli odamning aqli, farosati yetadi bu narsaga. Shunchaki buni qonunan rasmiylashtirishyapti. Nazarbek tomon chiqib qoldim do'stlar. Mana shundan doim qo'rqaman. Endi qo'rqish emas. Qaysi ma'nodaki ham arzon, ham bu yerdan qaytib shaharga borish sal qiyinchilik tug'diradi, sababi kechki payt. Hamma shahardan uyga qaytgan payti hisoblanadi. Bunday paytda kamchilik qaytib shaharga borgisi keladi. Shuning uchun poputchik chiqdi, bez koeffitsient nachora olishga majbur bo'ldim. Shaharga yaqinroq joyga borish uchun. Tuman do'stlar, hech narsa ko'rinmayapti, hech narsa. Hech narsa juda qalin tuman bo'lmasa-da, lekin albatta tumanliklar yoqilgan. Shuni hisobiga uzoqni yorituvchi fara chiroqlarini yoqqanman. 1 daqiqa qoldi. Lekin yo'l do'stlar juda abgor holatda. Asosiy yo'l yaxshi edi. Oho, nimalar bor bu yerda? Qayerlarga kelib qoldim? Kenayni keltirib qo'ydim. Screenshotda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, shahar markazidan necha kilometr, qanchalik masofada uzoqda ekanligimni anglab olish qiyin emas. Asosan buni o'sha karta bilan ishlaydiganlar yaxshi tushunadi. Xo'p, keyingi komfortda olingan buyurtma esa azizlar yana orqaga berdida 2 kilometr orqaga borishim kerak. Ko'ramiz endi hozir 2 kilometr orqaga borganimdan keyin komfort tarifi bo'lsa, katta ehtimol bilan bular shahar markaziga borish kerak. Shoshilmanglar. Ana shunaqa vaziyat do'stlar, Nazarbek. Mana shu zo'r odat. Mana avariya chiroqlarini yoqish, tumanda avariya chiroqlarini yoqish bu juda zo'r degani. Mana shu ishni qilayotgan oldindagi haydovchiga kattakon rahmat, respekt. Lekin shuni qo'shimcha tarzda tumanga qarshi chiroqlarni yoqsa yanada zo'r bo'lardi. Lekin negadir tumanga qarshi chiroqlar yoqilmagan. Bu o'sha avariyankani pastidagi chiroq hisoblanadi. Aka gapni eshitdi shekilli. Mana bu tumanga qarshi chiroq yoqildi. Mana chap tomonda. Chap tomondagisi mana shu. Chapga qaytamiz. Do'stlar, soat 20:30. Men haligacha Nazarbek tomonlarda juda ham uzoqda yuribman. Mana shunaqa ko'rsatkich. 4 ball probka, har holda probkalardan shahar bo'shadi, lekin men haligacha mana shu atroflarda yuribman. Shahar markaziga yo'l olishim kerak. Buning uchun menga mana shunda ustida bosib turaman. 2 sekund ustiga bosib o'tirgandan keyin qayer bo'lishidan qat'iy nazar marshrut bosiladi. Prosit. Xo'sh, bu padelam emas. Padelamim tugagan do'stlar. Shunchaki menga qayerdir kerak bo'lsa, men misol uchun mana joyni bosdim marshrutni bosaman. Va bu to'g'rilaydi hamda poyexalini bosamiz. Hattoki mana ko'rib turibsiz, hattoki 4G da ham emasda, mana shunchaki H+. Ya'ni internet ham risoladagidek zo'r emas. Tuman shunaqa. Mana shunga qarab, sekin shaharga qarab, markazga qarab yo'l olamiz. Boshqa imkoniyatimiz yo'q. Yo'l-yo'lakay mabodo buyurtma bersa, uni ham bajaramiz. Xudo biladi, endi bu buyurtmamiz shu atroflarda bo'lmasin. Imkoni boricha bizni shahar markaziga olib borsa yaxshi bo'lardi. Bu marshrut do'stlar, shunchaki marshrut. Padelam emas. Va do'stlar, 21-24 qishloqlar orasida. Xo'sh, mana ko'ryapsizmi, Toshkentdan qanchalik uzoqdaman. Loy kechib yuribmiz do'stlar, tumanlar orasida loy kechib yuribmiz. Mayli, yaxshilikka. Endi damoy qilamiz, xudo xolasa, bilmadim necha soat ko'rsatadi. Yunusobodgacha do'stlar 27 kilometr ko'rsatyapti. 27 kilometr Yunusobodgacha. Mayli, hammasi yaxshilikka.
Soat 10 do'stlar, Kelesga keldim. Keles mana korzinkada. Komfort tarifida zakaz. Mana amallab uyga yetib olishim kerak. Lekin yana uydan uzoqqa, mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham shu shahar markaziga bo'lsa bo'ldi. 33 minut 21 daqiqa, 21 kilometr. Ha do'stlar, Yunusoboddaman. Mana shunaqa tuman do'stlar, mana shunaqa tumanda, mana shunaqa ob-havoda hozir ishlayapmiz. Va nihoyat smenani yakunladim do'stlar. Soat 11. 235 ming bo'libdi. Gryaz 10 bitta zakaz amalga oshirilgan. Hisob kitoblarga keladigan bo'lsak, taxminan 70 ming atrofi, 50 ming atrofida, 50-70 ming atrofida gaz sarflaganman. Hozirgina zapravka qilib oldim. Xo'sh, zapravkamiz do'stlar juda mana pulni bilan 110 mingga zapravka qilib oldim mana. 110 mingga mana 22.54. Mana shuni 110 mingga zapravka qilib oldik. 5200 so'm. 5200 so'm. Ko'ramiz ertaga qancha yura olar ekanman mana shu pulga, mana shu summaga. Xullas shunaqa do'stlar. Xo'sh, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Nima savollar bo'lsa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Va imkoniyatimiz doirasida sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ochig'i bugun juda ham charchadim, sababi men shu soat 6 da boshlagan bo'lsam, shu o'tgan 5 soatlik smenada xuddi bir kunlik, xuddi 8-10 soatda ketadigan energiyamni va asabimni sarfladim do'stlar. Chunki shaharning chekkalaridagi yo'llar, ayniqsa kechangi tinimsiz yoqqan yomg'irdan keyin ochilib qolgan yamalar, chuqurlar, juda ham loylar kechib, asabbuzarliklar maksimal darajada bo'ldi do'stlar. Mana poliklar ham dabdalasi chiqqan. Ertalab amallab vaqtli turib hech bo'lmaganda poliklarni tozalashim kerak. O'zingiz ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda albatta ko'rishamiz.